Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Shu ko'rib turgan Nexia 1 sotiladi do'stlar. Nexia 1 donus bo'ladi bu. Motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda idealni. Hozirgi kunda ko'p mashinalarda yo'q narsa bu konditsioner bu. Konditsioner ham bor, hamma ishga turibdi, radnoy. Hech joyida kraskasi urgan tutilgan yeri yo'q, bemalol teshkirib olsangiz bo'ladi. Krenlarida o'rpenda ozgina churiklari, zanglari bor demasa, strashniy narsa yo'q do'stlar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Aynalar knopkali. Yurgan probeglarni ko'rsatamasizlar hozir do'stlar. Yurgani 91.200 dirham. Bu yerda yana maytafonlar ham yomonlik qo'yib qo'yibdilar, pionering. Konditsionerlar bemalol ishlaydi. Yozin kuni aynalar ilib qo'yib, kepatib yursangiz bo'ladi do'stlar. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Akkuratni turibdi. Toza mashina, короче, 100 litrdan 90lik gaz ballonlar ham bor. Mashina olib to'g'ri haydab beradi, to'g'ri. Bez расход. Ballonlar ham yana toza ballon. Paket hisobi. Ishlarida ozgina zanglari bor, ularni ishlatib bersangiz, hozir menadan xayr beradigan mashina bu do'stlar. Narxini keladi olsak, narxini 40 million so'm deb turibdilar do'stlar. 40 milliondan kelishtirib beradilar. Ekranda egalarining telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon urib bog'lansangiz bo'ladi. Hazar asibda bu mashina. Xudo xolasa bemalol kelib ko'rib, haydab ko'rib, minib ko'rib, ish qilib o'zingiz egasi bilan kelishib olasizlar do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga bir like bosinglar Nexia 1 uchun. Nexia 1ning ishqibozlari bor ko'p.